Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men Namangan tuman Tepo'roq qishloqdamiz obunachilar. Mana bunday 2 dona to'qli qo'yimiz keldi. Qo'zi hali chiqarmagan mana obunachilar mana. Bo'ylari 75 plyus. Mana obunachilar. 2 dona. Bittasi naq bo'g'oz, bittasi qisir. Obunachilar, ashuni qoramiz bo'g'oz. Mana obunachilar. Mana obunachilar, qo'yda haqiqiy maza qilib boqib yuraman degan obunachilarimiz yana yoshlaridan keldi mana zo'ridan mana. Obunachilar mana. Dumbog'ochlarni ham ko'ringlar. Bu yerda kelishgan tikka dumbasida obunachilar mana. Mana obunachilar ko'ringlar. Bu yerda kelishgan qo'ylar mana. Maza qilib boqib yuraman degan obunachilarimizga qo'ydi zo'ridan keldi mana obunachilar mana. Yemoqchilar sinovda o'tdi. Sinov olasizlar obunachilar. 10 kunga yeb ichishga garantiyasi bor obunachilar. Kutali yo'q obunachilar mana. Obunachilar qo'ydi legendasidan keldi mana. Quloq boshlari butun. Maza qilib boqib yuraman degan hojat og'a hojilarimizga keldi mana qo'ydi zo'r. Saburda akalarimiz ham telefon qilishaveradi. Telegram, WhatsApp nomerlar qo'yib ketamiz obunachilar mana. Telefon bilan aloqa chiqarasizlar. Dumboshlari ham tikka ayri dumbasdan mana obunachilar. Mana obunachilar. Yüzlerini ham qarang. Badanlari ham yaxshi obunachilar. Hangisi badani yaxshi qisir bo'lsa, oldindagi qisir. Bunisi bo'g'oz obunachilar. Bilinib qo'ygan bo'g'ozlari ham yelini tashab. Mana obunachilar. Yüzlerini qarang, yüzlerini. Quloq boshlari ham o'ta haqiqiy. O'ta kelishgan qo'ylar. Garbonoslari ham o'ta joyida mana obunachilar. Ko'ringlar. Jonivorlar o'ta tikka hayvonlar, obunachilar. Obunachilar, telefon bilan aloqa chiqarasizlar obunachilar. Video joyida xato kamchilik bo'lsa oldindan uzr.